diktör riyasetçisi, kardeşimle Elşad Turg'un'dan bizning ataqliq san'atkor ustozimiz Mevlon Niyaz akamning jibosidagi va men tarafdagi barcha aziz qarindoshlarga, vatanimizning har qaysi rayonida o'tirib ko'rayotgan barcha mehmonlarga mendan o'ttiq salom, oliy ehtirom, bir o'ttiq salomlar berib o'tay. Ishning beshi salomdir. Rahmat. Bir çağlarım var idi, yaşlıktan armaydı. Çap durgan argımak pek joyida turmaydigan. Tünlerge ulab men hayacan ülkede, Elyas şiirin uykuda bir özem yatmaydı. O şiirimiz Sorganda özgürler, ey insan harmamsı sen, gayi gündüz gayi keşte, bizge aram vermemsi sen, dep cevap verdim keçir. Vaktim emez, uxlaydigan cümsüler. Bugün mava bizninki bir birodarimiz dadisiyle urushib qopdiki. Dadisi meni izlabdi aka. Sizlarga kimga bolam? İşte hazır uzun bo'ldi bu oilani buzaman deb. Men buni tarbiya qilib gap uqtirib bo'lolmay, bugun telefon qilsam shunda ko'nglim tekida gap qilib, men cho'ngib qolib so'zlab turdi. Ko'nglingiz yaqin bo'lgandan keyin bir paranglashib baqsan, sizni bek hurmat qilibdi. Qilib birga yurtdinglar bu deb. Şunturib hayat yanğısı bilan bu telefonu qo'yiblar, üzemdan dadisi telefon qilibdi aka. Ana turmasdi. Bilan topda yo, gündodarda yo bilan bir narsalarni evet, dadam bilan suhbatlashib. Turib hozir nim qilib beraman deb o'ylayapsam, boyagi menga bugun cho'ng bo'lgan bir balaning bo'libmi hozirgidek shundaq o'lim hidini purtayotgan, salomatlik, osoyishlik nəhayət mühim buluyatqan adam bir-birinin qadriga yetayotgan vaqtda dadisiga uni buni degan bu birodarimning ishi sal ta'sir qilib qoldi. Men bir asar o'rlab beray, barcha qarindoshlarimiz bir hambaqilib etsanglar, butun farzandlar bir o'ylangan bo'lsa. Rahmat. Dadangni oriyatga berib tur. O'zim topgan dunyodan tetib boqsin ishimni. Qo'yib olay bir qitim mo'rsiga beshimni. Ya bo'lmasa quchoqlab tugib olay ishimni. Do'stim, menga dadangni oriyatga berib tur. Mehrim bilan bag'ashlay. Dadam qaytib keldi deb. Hayotlikdan yangicha menga umid berdi deb. Suyib qo'yay yenishlab. O'z dadamning manzilida. Do'stim, menga dadamni oriyatga berib tur. Yaxshilandi hol kunim. Kutib olay mehmondek. Oyıqı baş qo'yay, xuddi onam aytgandek. Qarab tursin qilishimda, ketman chopay dehqondek. Do'stim, menga dadangni oriyatga berib tur. O'rtirib charchidim, yo'linch yo'q yinimda. O'ltirishga amalsiz mas'uliyat beg'imda. Bir yulansam kifoya, olsirg'on chig'imda. Do'stim, menga dadangni oriyatga berib tur. So'rab olay o'tkaldim, qandoq olib o'tishni. Oilamni, onamni zodi qandoq kutishni. So'rab olay ochiqni, cho'ndirmasdan yutishni. Do'stim, menga dadangni oriyatga berib tur. Her gün kiyib boqaman. Dadam kiygan chakmanni tizib qo'ydim saroyga. Maraz qolgan ketmanni
Belki sen bu düşünüp bana o'xshash debmanni. Do'stim, bana dadangni oriyatga berib tur. Aytib olay dadamga ulgurmagan gaplarni. Qoqlib olay oftobga sesib ketgan dardlarni. Hashlab beray dadamga dadam yiqqan cheklarni. Do'stim, bana dadangni oriyatga berib tur. Vekil bulup barlık farzandlarga bir qatim futbolini yenişlab tutup qo'yay ming qatim. Faqat bir kun bo'lsa-mu bo'lmay baqay men yetim. Do'stim, bana dadangni oriyatga berib tur. Faqat bir kun bo'lsa-mu bo'lmay baqay men yetim. Do'stim, bana dadangni oriyatga berib tur. Oriyatga berib tur. Nazım ijodiyatlari. Elişat inin. Meyli dada, meyli ana. Balla debli qeyriydiken. Ana sizni qanchiltib әкеліп her manziranızga söyleyenice yüzünün yürükiga sizga qarab mening ümit chiroqlarim deb tasalli qildi. Moshundaq vaqtida kichikgina shahvoniy havasning kayniga kirib va yoki yüzünün oyig'i chiqmas bir o'yinlarninki vesvesida dadalarını, yüreklerini ağırtadigan analarının ko'zlariga aqqan yoshlarga sababchi bo'ladigan qarindoshlarimiz az emas. Endi ashu yigit dadasiga shunchalik bir ta'sir, hech qanday bir dada bir odamga balamga gap qo'ying demaydi ham degisimi kelmaydi. Ashunchalik degaygilchilik yagi kagashga o adamның yürüge qanchalik, şu dadanın yürüge qanchalik ağırğanlığını his qılalaymiz. Yaşlar his qılanmaysılar. Balanglar təətə meňivatqanlar his qılanmaysılar. Bizning yaşımız kirgende puşaymanla aladiganга qaçıyor. Baldırak qoyğuninglar. Dadanglar, ananglar aşındaq bir odamlarga mening tarbiyamni anglamadi, siz bilan ko'ngli yaqindi, gapingizni bir anglab qolamiki. Ey, dodining gapini anglamay, yot odamning gapini anglab ko'nglingizga ma'qul deydigan vijdoni g'ururi yo'q. Vijdoni zaif yigitlar beshingizni silkib. Ashu dada qolgan kun sizning beshingizga ha deb o'g'ich keladi. Şunda jürgüme çıkarttı aka. Olamgı gaqib Biz ilişap tutam, mening mushu hozirgi pushaymanim nima dam? Men jiq al og'inisi bo'la bir odamning meningchi bo'la. Har soatni og'inlarim bor. Men bir qadar o'zimni chatga tortib tutum hozir. Ana shu og'inlarim sababli onamning dilini ranjitganman. Adam kichigimda tugab ketibdi. Amalsiz. Pushaymon qilsaqmi amalsiz. Bu fursat bizga mangu kelmasga ketdi. Beqavalali, kuturvalali, apashlavali, futuq beshimizni qo'yib yetvalali, onamizning oyog'iga yukinib suyuvalali desakmi, buni milyard pulni duglab kelib onamni tepa chiqib futuq bir suyuvalay desakmi amal yo'q. Ketdi. Şu dadınınki yürügideki azabı yüzüge ayan. Aklınız olsa şu yigit
Her qanda bir özünüzningki ish dadınız sizden memnun bo'lguncha dadingizning farzandi, dadingizning bir o'g'li bo'lish suhbatingiz bilan shu dadingizning hayotiga, hayot joniga jon qo'shish uchun yanadroq turing. Gapga quloq soling. Hech qanday bir dada xatoni etmaydi bolasiga. Hech qanday bir dada xato etmaydi. Dunyoda eng nachar, eng bag'ri tosh Aşkzade eskilik uçuğu çıkan dadımı üzünün balısına hep hatani etmeydi. Üzü bütün hatanı kıvatkan bolsunuz, üzünün balısına hatani etmeydi. Gepini anlap koyun. Nurgun biymeni çakçaklarını, tükü yok geplerini, kettiksiz geplerini, kulaklarınızı jığıvalısız, dadınızın hikmetlik gepleri, şulanın katarda bire iğiz gep kulukunuzda turup kalsa, siz bir ma'naviyatınız to'yingan bir odamga aylanatdingiz. Ey Elshad ukam, endi qanday qilamiz? Odam degan manda bir gap bor qarang. Manda bir ayollarga bir haqorat deb bilmem bu gapni men. Xoms emgen bende qanday qilamiz deydigan tuki yo'q tasalli bor. Bu xamus emgen bende qanda bir canlı xamus denmeydi hem de anımız kaçığı sığıp bunu şürpemeydi o. Xamus imi denmedi. Hem de ananın sütünü emdok hem de müşünde hayvandek yaşayımız demekçi mi hem de. Xamus emgen bende. Xamus emgen bende. Bu üzünün kıran günahı tepatkan teselli ava. Xamus emgen bende mesmada. Sütünü xamimidi arkada adam, xamı işçimez, seherini tazlaydı da. Şu ananın xamüsü vücudunuzdaki bütün zehrini qo'g'lab chiqarib, sizni sap odam qilgan. Shuna o'xshash tuki yo'q banolarimiz Qat'iy ma'nisi qamlashmagan shundoq gap so'zlar ko'p. Ko'zing qarab ma'no degandek-ku. Og'zing qarab so'zlar degandek. Shuning o'xshash nima deymiz endi? Bu hayotda hash-pashligicha bizmo bir mezgil bola to'q Ayş abaq tilak degan naqshini o'ynayotganda bola to'q, hash-pashlab to'g'richa necha bolalarimiz bo'lib qoldi. Uchivatqa vaqtimizda ham. Hozir o'ylasak, mush bolalarimiz ko'z oldimizda yugurib yuridi. Oshlarga qarab, bizning hech qanday narsaga ehtiyojimiz qolmadi. Faqat ehtiyojimiz nima? Mehrimizni bolalarimizga berib, oilamizga berib yashab. O'shunday. Buni endi sal aqlimizga kelgan vaqtida anamның yanada bir 2 kun qo'nib olay desak, ulgura olamdi. Mumkin emas. Shunga ana ota boladan yeshimi talab qilmaydi, zo'r iqtisod talab qilmaydi, zo'r inovat talab qilmaydi. Faqat bolam necha kun bo'ldi kelmadim. Qamoqatga kelib sig'di yavala. Deb siz kelib shu tamoqni yeb Xo'shapa ham og'aylarim saqlab qolgan deb chiqsiz noalla. Qarinda noalla bitizlar. Rahmat opa, qo'lingizga datvermisin. Qo'lingizdagi tomoqni yeb ajab bir rahat xumadan chiqdimi opa? Deb qo'liga bir ishkini suyib, opa, mishtarinishlar bir ishim bor. Borsam bularmi? Ona qat'iy yo'q demaydi, bering bana deydi. O'zi Kümle sizden hatırcam oldu. Köyde sizni iş olmasa tamakını aldığınızda ekilip siz tamakını yap boğucu beşinizde karab çukunuzda yani kayta kaçınızda seyleni göçlerini septirip sizni yigizip adıqtın çıktı. Sizge makul deydi. Muştak işini kıvlanmaptıkken ne canım fukam? Kıvlanmaptıkken ne günahı var ata-analının, ne günahı var. Da işçim silip getiriyorum bana. Şunda özlem bir kılıp kaldım. Fukamında sibi elçeteceğim bir telefonunu mu, beşin telefon kısam mı amma diye. Siz bir telefon kılıp, menin deginim mu depşime ve kanda bir öylekilerden bir nesli işip olmanız bir çırak paranız bir baksınız. Neyim oyları var. Bir dadının bolısını da bekimge muhtaç yok kılıştın artık. Bir muhtajlık yoktu dep boyuldum. Şunda bir kılıp kaldım. Buldu. Buldu Semetka buldu. Çatağı yok. Buldu Semetka dep degen bunu koyup ettim.
Elişe, Yaram bop, Fikam. şoňa ýa-da orlap ben. Muşunda yaxşı orundadınız. Elişe Fikam, tuğulgan gün degen gep siz qanday qaraysiz? Täwellüt gün digen dogrudy. Yo'q. Ne oldu? Atalgısı demiş, manası. Togul. Men tuğulgan günde qarama, bir adam tuğulgan günni ötküzüdü. Hoş. He? Amma 9 ay 9 ay qo'saq ko'tarib, to'lg'oq yeb, ajal bilan jan qilib, sizni saq salomat shu dunyoga obridi qilib, o'zining hayotini oxirlash bo'lgan nurg'un onalar bor. Shu onalarni unutib qoladi, tug'ilgan kuni restoran, so'ngning jillardagi yasini hep madam. O'g'il bo'lsin shu, ayol kishi bo'lsin shu. Mush onasi uyda yalnız oturdu, tek ballarını apa bugün tug'ilgan kunim diye Kur'an. O ağıylarım yakında olqutga xotinishimiz o'sha borimiz o'tkazmoqchi. Ma ballarımı qarab turma deb bishpatman po'qlarni tashlab berib, eliq onani eliq ballarni qo'yib ketadi. Mush tug'ilgan kunda aqli va odam Yetişdi dep koyduğun işler vardı. aqli va odam tug'ilgan kunda onasının yanına veriş gerek. O xotin ballarını elip onasını yoklaş gerek. Ana, bugün meni tuqqan kuningizga mübarek olsun ana. Bir ecel bilen ilişip bugün meni bu dünyaya köz açtığan gününüz. Nime talabınız var ana? Aldığınızga keldik. Bugün hizmetni biz qilamiz. Her ayol işkimiz qilamiz. Nevirleriniz aldıda oynawatıdı. Qandaq narsa yeginiz var? Qanday talabınız var? Nega aparay? Maşındaq bo'ladi. Besme. Lekin tug'ilgan kunda, tug'ilgan kunni bir qotdan og'illari, palonchi og'illamning tug'ilgan kuni bir haftadan burun tutun kiyim kechaklar deganni bas-basda dingli qilishib, tayyorlab, hali pul yetmasa onasidan hali g'erib onadan pul so'rab, kiyimlarini qazga kiyib, bilqiyaga qatnashib, mashinada turib tug'ilgan kuni o'g'a odamdan keyin atrofda tug'ilgan kun qatnashib, atrofda bishpatman g'ayibdan qilib yenib keladi. Ana öyde otlağı. Men muşu taraskepni qilsam qarang ha, Dilshod. Mush kemgacha bir og'ayna bilan mening tug'ilgan kunim o'tkizim deb chaqirib baqqan inson emas. Hatto urug' tuqqanlarimning orasida mening tug'ilgan kunim deb chaqirmayman. Men o'tkizmayman. Nimish o'tkizmayman? Mening tuqqan onam yo'q. Tapqan dadam yo'q. Ketdi. Ben eslayman. Şu tug'ilgan kunim mushta vaqtda onam meni shu eslaganimni yetadi. Men o tug'ilgan kunim deb altog'ina bilan bir yerda o'ltirib, ichib-chekib, g'azab. Nim bo'ldi? Nim bo'pti masalan tug'ilsa? Nurg'un odam tug'ilyotdi. Hayvonmi tug'iladi? Analarimiz, otlarimiz hayot bo'lgan bo'lsa, onamiz otamizning oldiga berib, shunday xizmatlarni qilib tug'ilgan kunimizda at degan saharda toza ajmada chiroyli kiyinglar xotin. Ballarni chiroyli yasanglar. Minglar mayli dadimiz, mayli qaynotamiz, mayli onamiz, mayli qaynonamiz. Qaysini tug'ilgan kuni bo'lsa, chapda so'rab pakiz kiyinib berib qilsa qiladi. Acaba bu tug'ilgan kunning shakli o'zgarib hozir biz bilan o'tib ketdi. Tamning tushigidan tushdingizmi? Doğru. Terakning bir kamallardan chiqdingizmi ya? Doğru. Siz nereden chiqqan, nereden kelgan? Qanday cho'ngib qoldingiz? Tug'ilibsiz ma'qul. Tug'ilibsiz. Bu ishga bog'lan qani? Bir bökbaraqsan şaxta atib qazı o'xshagan meyvagan bir daraxtni meyvasini elga sunib tupini qo'g'daydigan bog'lanlar. Ana shu bog'langa aylanib. Shu daraxt sizning jiningiz. Shu daraxt bo'lg'achqa siz bo'lgan. Sizdan yaxshi huzur elib, ta'mingizni tetigan el xalq. Shu daraxt sizning ota-onangiz. Shularni tug'ilgan kuniga. Shuningga tug'ilgan kunida mana shu yoshlar dadis telefon qismi olmabdi. Şu. Ya qachon bir qiz bolaga telefon qilib eliqi vijdoni zaytlarni qo'y. Menda qilib tanmirib, dadisning telefonini qo'shaqmay, telefonni ya qarish taraf olmay, itning kunida shu yerda terib o'tirgan vaqtida urib olgan chig'ib sharda. Besme. Mening telefonimni deb bersangiz javob ham.
Dadam bilan mingashganda dadangni menga ayetib berib turib, bo'y deb tabi. Necha kun vishingda toza, pik vishingda toza shippinglashibman. Ko'ngilni ichib qo'yarkanman. Odam enim. Odam. Xilibek ko'ngilni ichib etdim abi yarım saat yakıp bunun. Abi qarang, bagadimda inga deb tug'ildik deb. Inga deb tug'ildik emas. Hamon bir kun ketimiz. Bilimiz bo'lmasa ishni, faqat vaqtini o'qimaymiz. Bu biz o'ylab bakın siz o'zingizning dadasi, onasining qadrini qilolmaymish dunyoda ularni azob uqubatga qo'yishingiz qanchalik bir bo'ldilarmish demizga man burli shu oldiga mushundalik qilib kelib qo'lam mushundalik chiqib qolgan vaqtida uzrab ketadi gap. Sen tut olaydan. Tut olay ya.